жанданды. Dünya çempionatının 3 olsa finalisti. Dünya çempionu. Aziyanın 2 olsa çempionu. Kırmızı Sıyımığı Jolama Şarşenbek Akılem ortasındadır. Dinsan Bahmatov başladı. Jaman emas. Biroq Jolama Şarşenbekov bu boshqa dengel. Jana nazır tasdiqtog'i bardıq hareketini жасайды. Bilmeyen çılgında hazır Kırgızstanlık görmanlardan koldosun görüp Balvan Şolak Bişkek'te önce Almatada o degende suroğu toktop ötüldü argasız boluda Nesfara Munda koldoğunun adında Jolaman Olimpiada oyunlarının finalında adayla güreşiş gerek. Dinsan Bahmatov qanday taktik yurib, Kundaranga hareketin görüldü, biroq Jolaman qaytib hozir avvalda o'ynab ketuvini o'ta ko'p o'zlashtirgan. Hozircha aktiv yurib, Rossiya balban bo'lmoqda. Qirg'iz Respublikasining Emgak singirgan mashg'ulotchisi Hakim Mahmudov shunday o'tib qurama komandaning boshqa masalasi Azat Turkinboyev Jolama Shashimbekovga Gilam o'rtasida olib chiqqan. Jolaman aktivlikni qo'lga oldi aqrinda. Shundoqdan qasdlar hozircha eskertib bergan yo'q. Birinchi pasiv qizil turko'kdan bog'langan. Jolama Shashimbekovga berildi. Endi Jolaman parterda ishlash kerak. Dinsan Bahmatov hozir parterda qanday qo'rg'onyapti. Bayqaylik. Jolama Shashimbekovga qarmadi eng qonun. Jolaman ishlash kerak. Bahmatov hozircha yaxshi qo'rg'onuvda. Biroq Shashimbekovga chaldi to'xtataylik hali. To'rtupay hozir Shashimbekovga berildi. Mo'yinga olish kerak. Bahmatov chimlig'ida o'tamiqda kelgandan ko'rsatuvdi. Jolaman 5 pay olganini qaramasdan Denisdan yaxshi durush ko'rsatuvdi. Boshida aytganmiz, Bahmatov Rossiya chempioni, Jolaman boshqa dengilda. Aniqdan Bahmatov hozir Qirg'iz balvonga qarshi yaxshi kurashuvdi. Birinchi bo'lim bitorni ozgina vaqt qoldi. Oxirgi sekundalar hozir. Birinchi bo'lim 5 sonda atak ko'rdi. Hozircha kurash bizoyda o'tib спорта международного класса. Победитель ПЛ-1, чемпион России, победитель первенства мира до 25 года из России, Станислав Бахматов. Его соперник, его 23 года, ростом 70 сантиметров, он мастер спорта международного класса, чемпион мира, чемпион Азии, двукратный чемпион ПЛ из Кыргызстана, Jolama Shashimbekovich. Üçüncü joli kurashuvda bu liganing orqasida.
Esep hozircha 5-0. Joloma Sharshenbekov Fishenli turda oldida. Dinston Bamatov hozir qanday javob qiladi? Ko'radi. Ikkinchi uchinchi o'tib boshqardi Joloma Sharshenbekov. Odatdagidek aktiv. Bamatov alloh jamoani. Parterga olib keluvning jo'ng qarashtiruvda. Jolomon Ukmat qo'ldonish kerakchi, o'z ishlash kerak edi. Bo'lmasa Parterda qo'rg'onuga to'g'ri keladi. Qancha kuchli bo'lgan bo'lsin, Parterda qo'rg'onu har qachon ligilikda bo'laveradi. O'rtada Sulton Zalban o'zgartdi, jamoa Dinson Bamatov hozir Parterda. İşte Joloma yaxshi qo'rg'onish kerak. Dinson Bamatov nakat qilmasin deb aytganday. Beldan qarmadi, bu to'g'ri harakatni jasad. Joloma hozircha bo'ldi. Turmush kerak o'rtada qoldi. Eng jaqday hozir 5 minut sonda Joloma Sharshenbekov turganida kurashtiruv avvalda ulanadi. Bundan keyin aktiv bo'lish kerak, mumkin bo'lishuncha Joloma Sharshenbekov o'zi qayerdan Parterga qo'yib qo'yishi turgan ish. Kurash rejasi o'sha narsaga yo'l beradi. Oy, bu yerda Joloma Sharshenbekov qarshi harakatda upa ishladi. Ikki upa kerak minutda burada jengishga Jolomondan. To'kil harakatni avaylash kerak. Kontravalda tangashni oldirib qo'yish mumkin. Bir upa Dinson Bamatovga ketdi. 7-2. Jana Azamat Jolomon bu safar yaxshi qo'rg'on oldi. GT2 hozircha Joloma Sharshenbekov vatandashdan Shenbi turda oldida kelajaklar. Dinson Bamatov ishlaydi. Oxirgi 1 minut 50 sekund vaqt qoldi. Kurashning bitirini chayin Jamoa oxirgi minutda Dinson Bamatov charchadi. Chinni aytish kerak, eng so'nggi kurash ko'rsatdi bu turnirda. Jolomon bilan yaxshi darsga keldi, nuqta formada bo'ldi. Biroq biz yerdan pashos kerak, Jolomon yaqin bilan cho'ng turnirda o'tkazdi. Aziz chempionatni Bamatov Aziz chempionatdan bo'lishi o'tkazishga ham dars ko'rsatilgan. Oxirgi 14 sekund. Jamoa oxirgi 3 2 1 0. Joloma Sharshenbekov ko'rsatib, jengishga yetib. Vaqtida eng sog'lom. Chindig'imda o'rbetish. Joloma Sharshenbekovga bunday yo'q bermandim oldinda kurashu o'rtacha bir choq. Javobgarchilikni tutadi deb aytmoqda.
Kırgızistan qurbonlari Jönjerning aralat qo'ygan emas. Bayqasangizlar, Jalaman 9-kurash Qayrbek, 12-kurash Uzur Jusufbek, 17 Mahjun Mahmudov oxirgi final kurashda kurashadi. Agachiyin qizitib turish kerak Koreyadan. Yaxshi bizdan hozir Qirg'iziston qurbonlar Jonjon Pagilevchi Balvan Sholaqda menga fikrimda deb 5 foyda